Shu kunlarda yurtimizda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Shu munosabat bilan shahrimizdagi Versal tadbirlar maskanida o'tkazilgan bayram tadbiri ham dillarga shodlik ulashdi. Shahar hokimligi tomonidan tashkil qilingan tadbirga shahrimiz obodligiga munosib hissa qo'shib kelayotgan obodonlashtirishning jonkuyar ayollari, uy bekalari hamda ayollar daftaridagi 300 ga yaqin xotin-qizlar taklif qilindi. Tadbirda so'z olgan shahar hokimi Gavhar Alimova barchani bayram bilan muborakbod etar ekan, yurtimizda xotin-qizlarga hurmat va ehtirom azaliy qadriyat ekanligini, qolaversa bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi tizimli ishlar zamirida ham ushbu ezgu an'ana mujassam ekanligini ta'kidladi. Bayram dasturxoni atrofida bo'lib o'tgan tadbir kuy va qo'shiqlar bilan davom etdi. Ayolni madh etuvchi ajoyib qo'shiqlar xotin-qizlarni raqsga chorladi. Xuddi shunday tadbir Ingichka qo'rg'onchasida ham ko'tarinki tarzda bo'lib o'tdi. Joziba tadbirlar maskani obodonlashtirishda faol mehnat qilayotgan ayollar, uy bekalari hamda ayollar daftaridagi 250 nafar ingichkalik xotin-qizlar bilan jam-o'ljam bo'ldi. Shahar hokimi Gavhar Alimova ingichkalik xotin-qizlarni bayram bilan samimiy muborakbod etdi. Bugungi kunda ingichkalik xotin-qizlar ham turli sohalarda davlat va jamoat boshqaruvida, ta'lim, tarbiya, sog'liqni saqlash, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish yo'nalishida samarali mehnat qilib, shahrimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Sizlarning bilim va zakovatingiz, tashabbuskorligingiz va matonatingiz barchamiz uchun ibrat namunasidir, deya ta'kidladi hokim o'z so'zida. Albatta, bu g'amxo'rlikdan ko'ngillari tog'dek ko'tarilgan xotin-qizlar o'zlarining minnatdorchiliklarini bildirdilar va ayollari e'zozlangan mana shunday yurtda yashayotganliklari uchun shukrona keltirdilar. Tadbir davomida xotin-qizlarga shahar hokimligining sovg'alari topshirildi. Ajoyib kuy va qo'shiqlarga raqsga tushayotgan ingichkalik ayollarning yuzlarida baxt va shukronalik mujassam edi.